Assalomu alaykum azizlar. Men Fazliddin Yoqub xorijdan Tarix omonatdir kanali va gruppasi. Bismillahirrohmanirrohim. Bugun xorijda muhojiratda aziz bir ilm ahli bo'lgan xonadonni vakili Samarqand Urgutidan kelgan 2011-yilda kelib Amerikaga joylashgan, Amerikada hayotini davom ettirib vatandagi zulm va aziyatlardan shu yerda panoh topgan hamyurtimiz Samarqandni ilm ahlini sultoni bo'lgan, juda katta dini diyonati bilan islomiyatga oilasi, bola chaqa, ota ona, xola tog'alari bilan xizmat qilgan Andijondan Abduvali qoraga chiqib mana dunyoga mashhur bo'lib, jallod O'zbekiston hukumati yo'qotib tashlagan bo'lib, hozirgi kungacha tanimayotgan bo'lsa, Samarqandda Abduvali akasi desa bo'ladigan Muhammadqul akani xonadoni to'g'risida. Uni ham mana shu Abduvali akadaqa o'g'irlab ketib yo'qotishgan, hozirgacha dom daraksiz. Bu oila sulolaning ichidan bironta qamalmagan zot qolmagan. Qanchalar qamoqxonalarda Karim jallod O'zbekiston hukumatini qamoqxonalarida o'ldirildi. Ularda ovozi chiqmadi chet ellarga, boshqalarga. Shu Zikrulloh kelib shu yerda bo'lgan holatlarni bizga anglatmasa, bu yerda musulmonlarni bu dardlari bilan yig'latib, bu tarixni ochmasa, bizni ham xabarimiz bunchalik yo'q edi. Muhojiratdagi har bir musulmonni, mo'minni, ahli ilmlarni 100 yillardir qadari mana shunday bo'lib kelmoqda. O'rus bosqinchi faşistlar bosib kelib Turkistonda olgandan beri. Mana mustaqil bo'ldik degan O'zbekistonda jallod Karimov vaqtida islomga qarshi kurashilib, qanchadan qanchasi ota onasini, opa singil, xotin bolchaqasini, yaqinlarini ko'rolmay, janozalarda qatnasholmay, didorini ko'rolmay, 150 yil o'rus bosqinchi faşistlar, bosqinchilar qilolmagan zulmni 27 yilda bajarib ketdi bu sharafsiz, xoin, jallod, diktator. Lekin buni maqtaydigan maddohlar chiqib nimalar deyapti? Buni bilmagan bir nasl chiqdi o'rtaga, 30, 35, 40 va 50 ga qarab ketyapti. Haqiqiy tarixni bilishmaydi. Haqiqiy milliy mujodala qahramonlarini, dunyo siyosatini boshqargan, albatta bilganlarga tegib ketmasin. O'risparast, bilmagan, bundan bexabar bo'lib, Karimovni mustaqillik me'mori, qahramon deb biladigan shunandaqa bir yolg'onga ishonganlar bor. Hozir ham mana Mirziyoyev bo'lsa, bular hammasi mustaqillik dushmanlari, mustaqillikka qarshi chiqqan, zarracha ham mustaqillikka xizmat qilmagan insonlar. Lekin bugun bularni tarixga yozib, soxta tarixni chiqarishmoqchi. Zikrulloh ko'rgan, kechirganlarini anglatganda ko'z yoshlari bilan eslardik. Bugun bayramda 4-kuni Nyu-Yorkda xastaxonada olamdan o'tdi. Shahidlar maqomida ketgan bo'lsin. Ertaga janozasi bo'ladi. Qalblarimizda abadiy qoladi. Mana muhojiratda ne qadarlar bilan qolib, janozasi bo'lib o'tib ketganlarni bir donasi yana bu. Qancha hali reportaj qilinishi kerak bo'lgan, haqiqiy tarix ochilishi kerak bo'lgan, vatan ichi tashqarisidagi xalqimiz, o'risparastlar, loqaydlar, maddohlar, xoinlar, hokimiyatda turib yolg'on gapirib xalqimizni va dunyoni aldayotganlar eshitish kerak bo'lgan hali tarixlar, sahifalar, voqealar bor. Alloh rahmatiga olsin Zikrullohni. Xorijdagi o'zbeklar, xorijdagi turkistonliklar, samarqandliklar, butun turk dunyosi nomidan qanchadan qancha tolib ilmlar, imomlar, do'stlar, mardlar, fidoyilar, vatanparvarlar, muhojirlar nomidan duo qilib, sizlarni ham duo qilib qolishlarini istaymiz. Alloh rahmatiga olsin, savol so'rovlarni oson qilsin Zikrullohni. Samimiyatli, pokiza, beozor, haqiqiy mo'min musulmon edi. Alloh rahmatiga olsin. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Birodarlar, sizlarda ham xorijlarda yana biz eshitmagan, bilmagan qanchadan qancha shunday bir ahli ilmlar, vatanparvarlar, do'stlar, muhojiratda aziyatini aytolmay o'tib ketayotganlar bo'lsa, xabar beringlar, qo'limizdan kelgancha yoritishga harakat qilamiz. Alloh rahmatiga olsin do'stimizni. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.